Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Kayzofan. Bu videoda mana bu bola bilan 500 ta Vardenni urushtiramiz. Qani ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan. Previewda ko'rganingizdek, albatta 500 ta bo'ladi. 500 ta bo'lmasa ham undan ko'p. Jang maydonini tayyorlab qo'yganman, albatta Bedrockdan. Ana u Saitamo degan bratishkamiz Bedrockni sindira olish qobiliyatiga ega ekanlar. Bilmadim qanday qiladilar. Xullas, mana shu uni tuxumi. Shu narsa spam qiladi xullas. Bu yerda esa Vardenlar bor. 600 dan oshiqroq albatta. 500 tagacha sanolmadim. Shu uchun 60 tadan 10 ta qo'ydim. 600 dan oshiq bo'lib ketadi. Chaynalmasdan jangni boshladik. Spawn bo'linglar. Uzr. Biroz xatolik yuz berdi. Buni to'g'rilagandan keyin ko'rishamiz. Yana bir assalomu alaykum. Biramallab to'g'riladim, lekin bittasini faqat. Chunki birinchidan keyin telefonimiz qotishni boshladi. Bu yomon. Tezroq ularni o'ldirish kerak. Qani spawn bo'ling, brat. Ajoyib, zo'r. Devorni esa olib tashlaymiz astagina. Saitamo jangga oshiqmoqda. Qara, bu yerga. Alo, mana bo'ldi. Yuguring, brat. Yugurishni bilmaysizmi yoki? Mayli, yugurishni bilmasangiz ham omad tilayman va albatta Saitamo. Siz axir animelarning eng kuchli qahramonisiz. Sizni hamma taniydi, to'g'rimi? Albatta. Bundan boshqa yana nima kutish mumkin edi? Shunaqa emasmi? Hammasini o'ldira oladi, albatta. Juda zerkarli, biroz tomosha ko'rsat bizga, qanaqadir o'zgacharoq. Saitamo olg'a. Alo. Wow, mana bu tomosha. Unisi undan oshiq tomosha. Dahshat. Baribir Saitamo. Wow. Aytgancha, ana teshiklarni ham san qilganmisan? San. Jag'ingga bit uraymi? Mana. Mavzuga qaytamiz. Sen nima hozirgina yugurmasdan endi yuguryapsan-a? Yoki quvonganingdan yuguryapsanmi? Ularni o'ldirdim. Endi men xursandman deb. Hozir bitta tomosha ko'rsataymi senga? Biroz shoshmay turing, sizga yana bitta narsa ko'rsataman. Kichkinagina bang'illash ajoyib bo'ladi. Ko'ramiz kim qayoqqa uchib ketar ekan. Menimcha tirik qolasan. Chunki shuncha Vardendan omon qolgan, bundan ham albatta omon qoladi. 1 2 3 bilan, uzr xatolik. 3 necha? 300-blok dahshat. Zato bulutdan tepaga ko'tarildik. Afsuski ya'ni elitra yo'q, lekin zato omon qoldik. Survivalda emasmiz albatta. Menimcha survivalda bo'lganimizda o'zimiz ham o'lardik ana uni qo'lidan va ajoyib. Xullas, shu bilan video menimcha tugaydi. Yana birozgina o'yin ko'rgu qilamiz. Tepadan ana Vardenimiz hujum qilyapti bunga. Bu yerda esa boshqa Vardenlar qo'yilyapti. Menimcha baribir o'ldira olishmaydi bular. Agar yana bitta ajoyib tomosha ko'rsatsang, zo'r bo'lardi, shu bilan video tugardi. Saitamo boshlagin, brat. Qani? Bitta zo'r lavha ko'rsat. Shuncha vaqt oldingda kuzatib o'tiribdi bitta. Wow, shuncha opti. Bitta zo'rdan ko'rsatmaysizmi, brat? Ana eng zo'r kuchingizdan Bedrockni yo'qotadigan kuch bor, o'shani ishlating. Iltimos. Wow, epic bo'ldi juda ham. Wow. Dahshat. Bu darajada katta bo'ladi deb o'ylamagan edim. Zo'r. Baribir zo'r ekan-da bu bola. Menimcha shu bilan video tugaydi. Barchaga tomosha uchun rahmat. Hammaga xayr. Sizlar bilan Kayzofan bo'ldi. Kayzo akamning haqiqiy muxlisi. Bo'pti, xayr, sog' bo'linglar.